90-2000-yil bollari tarixdagi eng og'ir moliyaviy holatlardan birini o'tkazyapti. Bu tizim bizani chiqib ketish qiyin bo'lgan tegirmon ichiga tiqib qo'ygan. Mana ko'chmas mulk bozorini qarang. Otalarimiz 3 yillik daromadiga uy-joy sotib olishga qurbi yetgan. Hozir esa uning narxi 15-20 yillik daromadimizga teng bo'lib qolgan. Va shuning uchun uy-joy sotib olish bugungi kundagi hech qachon qiyin bo'lmagan. Bundan tashqari otalarimiz bitta idorada 20 yil mobaynida ishlab pensiya bilan ta'minlangan va ularga yetarli bo'lgan. Hozir esa yaxshi daromad topayotgan bo'lsangiz, oyligingiz ham yaxshi bo'lsa, doimiy bosim ostida yashaysiz. Sababi ijtimoiy tarmoqlarga kirib, hammani restoranda yurganini, qimmat restoranlar, sayohatlar qilayotganini ko'rib, o'zingizdan hech ham qoniqmaysiz. Otalarimizda esa bu narsa bo'lmagan. Ular o'zini faqatgina yon atrofidagi insonlar bilan solishtirgan. Qo'shnilari, hamkasblari, aka-ukalari, qarindoshlari. Hozir esa siz dunyodagi eng boy va hashamatli hayot kechiradigan insonlar bilan o'zingizni solishtiryapsiz. Bunaqa davrda bilasizmi, qaysi bizneslar zo'r rivojlanadi? Umid sotadigan bizneslar. Mana bu kurs sotib olsang, hayoting tubdan o'zgarib ketib qoladi. Trading qilsang, otangga keyingi yil Gelenwagen sovg'a qilasan. Yoki bo'lmasam Adintex'ga pul tiksang bittada ko'tarasan. Ana shuning uchun influencerlar, tradingchilar va Adintex'ga o'xshagan qimor o'yinlari tez rivojlanib ketyapti. Sababi pulga bo'lgan munosabatimiz o'zgarib ketdi. Inson ich-ichidan biladi. 99% holatda bu narsa amalga oshmasligini, ish bermasligini, lekin ana shu 1% dan umid qiladi. Tanlangan 1% manman deb o'ylaydi va shu lahzada men boyib ketaman deb o'ylaydi. Mana shu sababli hayotdagi va ayniqsa shaxsiy moliyadagi eng muhim narsalardan biri sabr yo'qolib bormoqda. Sabrli bo'ling do'stlar.